To'g'ri yo'lda sudralib yursang ham, harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hammangiz sog' salomatmisiz? Oilalaringiz tinchmi? Bardam baquvvatmisiz? Aka-ukalar, bugun shu Namangandan Bahrom akaga murojaatim bor. Bahrom akani o'chirib kelgan. Shu men 2 kun oldin bitta video qo'yganimda Farg'ona Qo'qonga jo'jalar chiqib ketganda aytganman. Keyingi navbatda siz tayyorgarligingizni ko'ring degan videoda gaplar aytilgan. Xullas kalom 2 kun bo'ladi, aloqaga chiqib bilganim yo'q. Telefon qilsam xizmat doirasidan tashqarida yoki bo'lmasam telefon o'chirilgan degan ma'noda gap bo'lib turibdi-da. Gap qisqasi 2 kundan beri telefon qilaman, aloqaga chiqmaydi. Shuning uchun bu videoni ishlab turibman. Namangandan Bahrom aka o'chirtimiz kelgan. Endi Bahrom aka 100% jo'jalarning pulini to'lab qo'yibdi. Hattoki dastavka pulini ham to'lagan Toshkentgacha. Xullas kalom o'chirtib kelganda, o'chirtni endi odatda buzmayman. Agar bugun ham aloqaga chiqmaydigan bo'lsangiz, o'chirt navbatdagi odamga o'tib ketamiz. Ilojimiz yo'q. Endi bitta sabab bo'lganda, endi yaxshi sabab bo'lgan bo'lsin, endi o'zidan o'zi bu aloqaga chiqmasligi mumkin emas. Nimaga deganda endi yaxshi sabab bo'lsin, to'y bo'lsin, to'y tashvishi bilan yurgan bo'lsin deb tasavvur qilamiz. Xullas, endi har nima bo'lishi mumkin-da hayotda. Masalan, chet elga ketib qoldimi? Bilmaymiz-ku hozir endi o'zi aloqaga chiqmoqdan. Shuning uchun mana shu videoni tayyorlab turibman-da. Bu videoni xudo xolasa shu Telegram guruhga, shu YouTube tarmog'iga hammaga yuklab qo'yaman. Biridan ko'rib, kuzatib aloqaga chiqadi degan maqsadda. Aka-ukalar, bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarim shular. Sog' salomat bo'lasiz. Yangi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsiz.